Assalomu alaykum. Orqamdagi domni ko'ryapsizlarmi do'stlar? Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Termizga keldik. Termiz shaharga keldik. Hozir bizani chaqirishdi, olib kelishdi. Termizda Mavoran degan uylari bor-ku. Mavara uylari. Mana domlarni ko'ryapsizlarmi? 12 etajga. Shu 12-etajda 2 xonali uyimiz bor. Ham arzon, ham tayyor uy. Mana parkovkalarni ko'ryapsizlar, kirib. Bu o'zim hozir tepaga chiqib boshim aylanib qoldi tepadan. Allohga yaqin joy ekan. Mana hozir adresini tushuntirib. Tak, mana bu yoqdan Manguzor postdan kirib keladi, chap tomonda. Manguzor postga shunday o'tasizlarda chapga qayrilib, yangi ana kottej uylar bor-ku, 2 etajga. O'shandan to'g'ri kelaversalar, o svetoforda mana mashinalar kelayotgan svetoforda unga qarasang Alpomish stadioniga qarab ketasizlar. Mana shunda yo'lda ustida yoqqa burilmay, yaxshi kelsalaring. Karmashka bor mana ichkari kiradigan. Xo'p, mana karmashkasi bor. Bu suvda suv keladi ariqdan, bilasizlar, yozda. Tushadigan ariqlari mana. Bortda endi bir shahar bu. Mana ko'ryapsizlar. Termizdan uy olaman deganlar bo'lsa, sho'rchilik opamiz sotyapti uyini. Uni zo'r, yaxshi sharoitlarda. Endi uyda ichini kirib ko'ramiz hozir. 12-etajga liftdan chiqamiz hozir tepaga. Boramiz. Yana bitta narsani aytib o'tay, mana bu yerda universitet bor ekan. Muhandislik, agrotexnologiyalar universiteti adashmasa. Termiz. Termiz davlat muhandislikmi, shunaqangi universiteti bor ekan. O'shani protifidagi bu. Kim olib arendaga berib qo'ysalaring ham bo'ladi mana. Universitet bor oldida. Bu yonboshida mana Afruzmi to'yxonami nima bundan